Men seni chorni beri qilaman. Tak. Endi. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar bilan yana ko'rishib turganimdan xursandman. Hammangizga avvalambor aytib o'tadigan birinchi so'zim kattakon rahmat do'stlar. Podeshka bo'lyapti videolarimda, kommentariyalar ko'p yozilib, layklar bo'lyapti, lekin 3-videom bo'lsa ham ozgina hayajon bor. Podeshka qilayotganlaringiz uchun yana videolar chiqaryapman. Ikkita video qildim, hozir open pack. O'shandan so'ng bolalar kommentariyada aytib o'tyapsizlarki, o'zingizni birinchi avvalambor tanishtiring. Kimsiz, nimasiz, ismingiz nima va albatta profilingizni ko'rsating debdi. Men ismim Lochin, 1997-yil 20-martda tug'ilganman. Bo'ldi shu. 97-yilman, uylanganman. Takishda oldindan aytib qo'yay. Keyin aziz do'stlar, hammalaringizga kattakon rahmat podeshkada bo'layotganlaringiz uchun. Videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling, kommentariyalarda o'z izohlaringizni yozib qoldiring. Bizda xato kamchiliklarimizni yozib qoldirsalaringiz, biz xato kamchiliklarimizni to'g'rilaymiz albatta. Keyin kimda mana bunaqa qizil game'lar bo'lsa, aytib o'tinglar, iltimos open pack qilamiz. Kimda masalan 30 mingda, 20 mingtada bo'lsa ham, mayli biz open pack qilaveramiz. Chunki kontent to'xtamasligi kerak. Hozir menda 15 mingta kristal game bor, lekin men open pack qilmayman bu videomda. Bu videomda faqat o'zim tanishtiraman va o'z klubimda, mana bu o'z klubimda aytib tanishtirib o'taman. Videoni ko'p cho'zmasdan videoni boshlab olamiz. Hammaga oldindan kattakon rahmat podeshkalar uchun. Tak. O'zim tanishtirib o'tdim. Surxondaryo Termiz shahridanman. Mana bu mening klubim bo'ladi. 109 o'yinda yaqinda boshladim. Telefonda o'ynayman, kompyuterda video olaman. Tak, Renikda o'yinchilarimiz sotilibdi shekilli. Bitta o'yinchimiz sotilibdi. U kim ekan? Vilmi sotildi. Mana bu o'yinchilar sotilmayapti. Har biri 30 million 700 ming so'mdan har biri shuncha. Mana bular 38 milliondan ekan. Даже 95 millionligi ham bor, lekin sotilmayapti. Nimaga tezroq sotilsa, mana bu yerda pulimiz ham ko'payadi va mana shunda ham hali ko'p pul yig'ib olsam, shunda ham 10 ta o'yinchi olib, yana sostavimizni qo'yib kuchaytirib 110 dan yuqori o'yinchilar, 113 dan даже yuqori o'yinchilar olib, bitta sostav qilib, bitta video qilamiz. Tak. Sostavimga kiraman. Moy komanda 107. Mana bularni olib tashlaymiz. Urinni tushirib yuboryapti. Bo'ldi. Mana bu mening sostavim, do'stlar. Sostavimni bitta-bittalab chiroyli qilib tushuntiraman. Futbol tushunmaganlar uchun o'zim ham yaxshi bilmayman lekin. Sostavimda kimlar bor ekan? Tak, Iker darvozabonlar ichida eng yaxshi ko'rgan darvozabonim Iker Casillas, chunki yoshligimda Real Madrid muxlisi bo'lganman. Menga Iker Casillas yoqadi juda. Merrin Renda o'ynaydi. Levzashnik o'yinini ko'rmaganman, tanimayman, bilmayman, gapirmayman. Holdingda o'yinini ham ko'rmaganman. Tak. Hensko, yo'q, bilmayman to'g'risi. Buni ham o'tkazib olamiz. 108. 101dagi Nemanja Vidic, Manchester United o'ynagan serbiyalik o'yinchi, juda ajoyib o'yinchi. Menga yoqadi, o'yinini o'z ko'zlarim bilan 2007-yil, 8-yil, 9-yil, 10-yil, 11-yil ko'rib kelganman. Mikrofonga tegib ketdim, kechirasizlar. Tak, Koke Atletico Madridda o'ynaydi. O'yinini ko'rganman. Ajoyib, juda yaxshi o'yinchi. Center pozashnik. Tak. Andrea Pirlo Juventusda o'ynagan, Italiya terma jamoasida o'ynagan. Andrea Pirloni qanaqa o'yinchiligini men sizlarga tushuntirishim shart emas. Даже Iniesta, Xaviga kerak bo'lsa O'zil, Kroos, yana kim bor? O'shalarga ustoz bo'lib beradigan o'yinchi, ajoyib o'yinchi. Bellingham hozirgi yosh yulduz, Real Madridda o'ynaydi. Real Madridda 5-raqam, Zidan ketgandan keyin Real Madridda eng ajoyib 5-raqamdagi o'yinchi bo'lib turibdi. Ungacha yaxshi o'yinchilar 5-raqam kelgan yo'q, даже Zidandan keyin. Shahin 1 yil kelganda Shahin ham tuzuk o'ynagan yo'q. Bellingham ko'rib turibsizlar, Real Madrid center опорный защитник, tak. Sentralniy atakchi pozashnik deyiladi, tak. Atakni bu 112. Mullerni menimcha hozirgi futbol o'ynayotganlar hech kim ko'rmagan. Buni ham Sabioni ham hech kim ko'rmagan. 1965-yillar o'ynagan. 1965-yil mening otam 1970-yil, даже mening otam 1965-yil bo'lmagan. Tak, sostavimizni ajoyib qilib tezlik bilan tushuntirib, tanishtirib o'tdik. Bu video juda korotka bo'ladi, o'shaning uchun tez qilib ko'rsatyapman. Tak. Nunez endi hamma taniydi. Nunez hozir Al Hilalga o'tgan, Al Hilalda o'ynayapti.
Bu Georges endi Arsenal yulduzi. Buni to'g'risi o'yinini hozir yaxshi ko'rmadim. Lekin Arsenal hozir yaxshi o'yinda. O'shaning uchun men o'ylayman Arsenal juda yaxshi o'yin. Arsenalda ham o'yinchi o'zi, Angliya Premier Ligasida ham o'yinchi. Dybala bir vaqtlar Juventusda o'ynagan shekilli. Dybala da Juventusda Real Madridda Ronaldo bilan o'ynagan. Dybala Juventusda Ronaldo bilan birga o'ynagan. Dybala ajoyib o'yinchi. Bunday qiladigan qilig'i bo'ladi. Yana mikrofonga tegib ketdim. Bunday qiladigan qilig'i bo'ladi. Yaxshi o'yinchi. Uncha yaxshi ko'rmayman, lekin o'yinlari ozgina, salgina yaxshi bir effekt bor, nomini chiqargan. Iskoni men Malagada taniganman. O'sha Realga o'tishdan oldin Malagada taniganman. Iskoni Malagada o'yinlarini ko'rib, yaxshi o'ynagandan keyin Real Madridga o'tdi. Real Madridda ham ancha yaxshi o'zini ko'rsatdi. Keyin ya'ni o'zlaring bilasizlar, Realda qolish qanday oson ekan. Tak, video necha daqiqa bo'ldi? Juda tez gapirib o'tdim. Video даже 6 minutlik bo'ldi. 6 minutda даже нереальные вещи deydilar-ku. Tak. O'tamiz. Agar videomni mana shu yerga chiqargan bo'lsalaringiz, yana bir marta qaytarib o'taman. Iltimos, videomiz rivojlanishi uchun, kontentimiz rivojlanishi uchun videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiring. Hatto kamchiliklarimizni yozib qoldiring. Biz o'sha hatto kamchiliklarni to'g'rilaylik. Keyin mana bunaqa game'lar bo'lsa, bizlarga aloqaga chiqing. Telegram nomeringizni yozib qo'ying, kommentariyada o'zimiz yozamiz qaytib. O'shanda bog'lanamiz, bizga berasizlar, open pay qilib, yana profillaringizni qaytarib beramiz. Hech nimaga zarar qilmaydi, chunki biz kiberjinoyat haqida yaxshi narsani bilamiz. Yaxshi men seni chorni beri qilaman. Tak. Endi mana bunga bitta o'yinchi olaman, shu videomiz cho'zilishi uchun, yana videoda ko'rilishlar bo'lish uchun. Tak, bular shart emas. Oho. 60 mingga 106 dan ungacha berar ekan, bizda 12 ming bor. Mana shuni qayergadir razminat qilishni o'rgandim-da, mana shu yerda ekan mana. Mana tezroq ochilsa ekan, ya'ni 2,5 ming goldga almashtirardim. Tezroq ochilsa ekan. Tak. Ringga kiramiz. Videodan chiqib ketmanglar, hozir o'yinchi olamiz. Ring. Sotgan o'yinchilar ham tezroq kelmayapti. Tak, bizda bor 2,626 million matchmish qilib. 26 ekan-da. Mana 2 ekan qarshi. Tak, sizga kerak bitta o'yinchi olsa bo'ladi. Mana bananga yetar ekan. Central pozishiniga yana upgrade qilamizmi? Chiqib kiramiz. Yana bitta chiqib kirsak, albatta yaxshi o'yinchi tushgan bo'ladi, keyin ko'rib qolamiz. Rio Ferdinandni olish kerak edi, lekin hozir pulimiz yetmaydi. Rio Ferdinandga pulimiz yetmaydi. Yetmas ekan, mana bunga yetar ekan. Bunga ham yetmas ekan pulimiz. Biz 109-chiga yetamiz. Biz buni hali juda ko'p yig'ishimiz kerak ekan. Men buni sizlarga kontent qilishim uchun mana shu tek mana shundan olsak ekan 1 milliard 200 million so'mdan olsak, agar o'yinchilarni men hali 200 million bor, hali 1 milliard 10 ta o'yinchi olsam 10 milliard kerak ekan. Hali men bunaqa kontent qila olmas ekanman. Bu kontent 1 oydan keyin chiqar ekan hali. Tak. Kristalga ochamiz bo'lmasa. Bitta ochishi mumkin. Ikkita ochar ekan, maksimum ikkita ekan. Asas 3 bo'lish kerak edi. Bitta ochamizmi? Yo'q, bo'ldi, ballar. Do'stlar, keyingi safar shu videoni olamiz. Lütfen kimda game bo'lsa, game borlar ana qilsin, videoga yozsin kommentariyada. Prosta men bu videoda o'zimni sostavimni ko'rsatmoqchi edim. Mana shu mening sostavim. Ko'rib qo'yinglar, mana bilib qo'yinglar. Tak что keyin yana kuchaytiramiz. Bu shunchaki shunday bo'lib qolmaydi. Mikrofonga yana teginib ketdim, zaiba. Aloqada bo'lamiz. Video yakunlandi. Shunchaki sostavimni ko'rsatmoqchi edim. To'g'ri tushuninglar, nima qilay? Mana sostavim.